$18,800 pulim bor. Nima qilay ekan? Bunga bir fura sizlarga o'xshagan mol beradi ekan. Shunaqangi sigirlarni olib kelib qo'yib, sutchilik biznesini yo'lga qo'yib qo'yaymi ekan? Hozir chorvachilik bilan shug'ullanaman desam, yer beryapti, subsidiya beryapti, yaxshigina imtiyozlar qilib berishyapti. Sigirlarni sutini sotib, bolasini sotib, soqqani soqqaga ursammikan deb turgan akalar, sizlar uchun zo'r taklifimiz bor. Golshtayn va simmental parodali mollarni Rossiyadan fermangizgacha olib kelib beramiz. Bularni tirik vesi 500-550 kilo atrofida bo'ladi. Birinchi tug'ish hammasi 3-6 oylikgacha 100% gacha bo'g'oz, tekstilni, ya'ni jinsi aniq bo'lgan urug'lar bilan sun'iy urug'lantirilgan qornidagi xomlar 80% gacha xunojin tug'iladi. 3 xil kasallikka qarshi vaksinatsiyalari qilingan, naslli pasportlar qilingan. Mollarimiz tani joni sog'lom. O'zimiz yaqinda Rossiyaga borib, ko'rib, tekshirib holatlarini ko'rib keldik. Mollarni sog'ligiga, fermangizgacha sog'-omon kelib kelishiga 100% kafolat beriladi. Shu may oyining oxiriga 3 fura molimiz Rossiyadan kirib keladi. Agar buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, shartnomalarni qilib qo'ysak, to'g'ridan-to'g'ri fermangizga tushirib beramiz. To'lovlar qonuniy ravishda shartnoma asosida, siz xohlagan usulda bo'ladi. Narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring, biz sizga aloqaga chiqamiz yoki pastdagi nomerlarimiz. Telefon qilsangiz o'zimiz batafsil ma'lumot beramiz. Videoni shunaqangi chorva kompleksi bilan shug'ullanmoqchi bo'lib yurgan akalarga yuborib qo'yamiz.